Siz aniq bilmagansiz. Ko'p kit o'limidan so'ng qolganlarga hayot bag'ishlaydi. Qanday qilib deysizmi? Hozir bilib olasiz. Aytishlaricha, kit o'zining o'limini oldindan his qiladi. Shu sababli u odatdagi hududlardan yuzlab kilometr uzoqliklarga suzib ketadi va hayotidagi eng chuqur, eng kuchli sho'ng'ishni amalga oshiradi. U okeanning tubiga sho'ng'iydi. Bu jarayon kitning qulash jarayoni deb ataladi. Dastlab kit jasadi akulalar va ilon baliqlar uchun oziq bo'ladi. Ular kit go'shtini bir necha kun davomida yeydi. Keyin esa tana ichiga mayda chuvalchanglar kirib, qolgan go'shtini tugatadi. Shundan so'ng zombi chuvalchanglar ishga tushadi. Ular kitning suyaklariga erituvchi kislota chiqaradi. Bu kislotalar suyaklardagi yog' va oqsillarni chiqarib yuboradi. Bu moddalar esa chuvalchanglar bilan yonma-yon yashovchi bakteriyalar uchun oziq bo'ladi. Oxir-oqibat kit suyaklari butunlay erib, suv osti o'simliklari uchun ozuqaga aylanadi. Bu jarayon deyarli 100 yil davom etadi. Kit o'lsa ham u o'z tanasi bilan okeandagi hayotni qo'llab-quvvatlashda davom etadi. Uning jasadi 43 ga yaqin turdagi hayvonlar va 12 mingdan ortiq organizm uchun oziq bo'ladi. Shu sababli aytishadiki, kit o'lganda ham yuzlab jonzotlarga hayot baxsh etadi. Bu Xudoning mo'jizaviy rejasi naqadar mukammalligini ko'rsatadi. Tabiatda hech narsa bekorga yaratilmagan. Har bir zarracha Yaratganning mukammal rejasidagi muhim bo'lakdir. Agar ma'lumot manfaatli bo'lgan bo'lsa, do'stlaringizga jo'natib qo'ying.